الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Rasululloh aytganlaridek insonda hamma ishlari qalbini islohiga, salohiyatiga bog'liq ekan. Demak, qalblarimizni isloh qilishimiz kerak. Qalblarimizni isloh qilmasdan qolgan amallarimiz, qolgan holatlarimiz isloh bo'lmas ekan. Xo'p, shu qalblarimizni qanday isloh qilamiz? Qalbimiz nimalar bilan isloh bo'ladi? O'zi qalbni Alloh taolo o'zi uchun yaratdi. Alloh bilangina isloh bo'ladi qalb. Allohga bog'lanish, Allohga chin qalbdan yuzlanish bilan isloh bo'ladi. Ya'ni qalbni birdan bir isloh qiladigan narsa bu Alloh taologa tamoman to'liq bog'lanish. Alloh taolodan boshqa aloqalarni hammasini qalbdan uzib tashlashlik bilan bo'ladi. Chunki har bir a'zoni o'zini amali bor. Har bir a'zo nima uchun yaratilgan bo'lsa, o'sha uchun harakat qilishligi kerak. Qalbda agar Allohdan boshqaga bir bog'liqlik bo'ladigan bo'lsa, bu qalbni vayron qiladi, fasod qiladi. Misol, inson nimaga Allohdan boshqa har qanday narsaga, toshga bog'lansin yoki daraxtga, nimaiki narsa, misol ayolga yoki ayollar eriga, farzandga bog'lansin yoki mol dunyo, misol insonni qalbini aloqalari ko'pga bog'lanadigan narsalar. Nimaniki yaxshi ko'rsa inson Allohdan boshqa, musibati ana shunda bo'ladi. Misol, uy-joyini yaxshi ko'radi inson, ulovini, markabini yaxshi ko'radi. Agar nimaniki lizatihi yaxshi ko'radigan bo'lsa, ana shu bilan azoblanadi. Alloh taolo uni shu bilan azoblab qo'yadi. O'shani anasiga tashlab qo'yadi. Qalbni faqatgina Allohning muhabbati, Allohni yaxshi ko'rish yoki Alloh yo'lida yaxshi ko'rish, Alloh uchun yaxshi ko'rish isloh qiladi. To'g'ri, yaxshi ko'ramiz, misol farzandlarimizni yaxshi ko'ramiz, birodarlarni yaxshi ko'ramiz. Nima uchun? Alloh uchun, Alloh yo'lida, Alloh buyurganligi uchun. Agar Alloh uchun bo'ladigan bo'lsa, bu narsa qalbga yaxshilik bo'ladi. Qalb o'zi zoti bilan aslida yaratilishida Allohga muhtoj qilib yaratilgan. Allohning muhabbatiga, Allohni yaxshi ko'rishlikka muhtoj. Insonning qalbida qanchalik Allohning muhabbati oshib borgani sari uni islohi oshib boraveradi. Chunki qalb Allohning ibodati, Allohning muhabbati, Alloh taologa qaytish bilangina xursand bo'ladi, xotirjam bo'ladi, tinchlanadi, orom oladi. Ulamolar aytishadi, qalbda shunday bir tarqoqlik borki, uni faqat Alloh taologa yuzlanish to'playdi, jamlaydi. Va qalbda shunday bir yolg'izlik hissi bor, uni faqatgina yolg'iz qolib Alloh taoloni eslash, Alloh bilan xilvatda qolishgina ketkizadi u yolg'izlik hissini. Qalbda shunaqa bir qayg'u bor, uni faqat Allohning ma'rifati, sidiq, ixlos ketkizadi. Va qalbda shunday bir bezovtalik, qiyinchilik bor, uni faqat Alloh taologa yuzlanish, Alloh taologa qochishgina ketkizadi. Va qalbda shunday bir hasrat, nadomat o'ti bor, uni faqat Alloh taoloni qazo qadariga rozi bo'lishgina o'chiradi. Insonda ba'zida shunday bir tugilib qoladi insonga, uni yutolmaydi yoki tashqariga chiqarib yubora olmaydi. Ana shu tugilib qolgan tugunni faqatgina Allohning qazo qadariga rozi bo'lish, sabr va sidiq, ixlos, mana shular ketkizadi. Va qalbda shunday bir ehtiyoj bor, muhtojlik bor. Bu ehtiyojni, bu bo'shliqni faqatgina Allohning muhabbati, Allohga qaytish va tinimsiz Allohni zikr qilish va ixlosgina to'ldiradi. Boshqa narsa to'ldirmaydi. Demak, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, qalbni yagona xotirjam qiladigan, xursand qiladigan, tinchlantiradigan, unga orom beradigan narsa faqatgina Alloh taoloning zikri. Alloh taologa to'liq bog'lanishlik. Allohdan boshqaga bog'langanlar yoki bu xotirjamlikni Allohdan boshqa joydan axtarganlar, qarasangiz topolmaganligini ko'rasiz. Agar musulmon bo'ladigan bo'lsa, musulmonlardan bo'lsa, u odam vaqtincha o'zini ovuntirib yurgan bo'ladi. Shu topgan puli bilan, olgan mashinasi bilan yoki boshqa Alloh bergan bir ne'matlar bilan o'zini ovuntirib yurgan bo'ladi. Borib keyin ko'rasiz, aroqqa mukkasidan ketib qolgan yoki giyohvand moddalarga o'tirib qolgan bo'ladi. Chunki u xotirjamlikni boshqa joydan axtardi.
yoki agar kofirlardan bo'ladigan bo'lsa, u kofirlarniki hozir borib o'lim bilan tugayapti. Hatto mana yaqinda ba'zi bir Yevropa davlatlarida qonuniylashtirdi-ku, shuni rasmiylashtirishga harakat qilishyapti. Odam o'z roziligi bilan o'zini o'limga topshiradi. Nimaga? Qutulish uchun-da hammasi. To'yib ketgan, hayotdan to'yib ketgan. Xotirjamlik yo'q hayotida, tinchlik yo'q. Orom ololmaydi. Yashashdan bir ma'ni topolmayapti. Shuning uchun borib o'zini o'limga o'z ixtiyori bilan topshiryapti. Uni davlat o'zi darajasiga chiqdi, uni ma'qullayapti, qonuniylashtirib, o'zimni o'zim o'ldiraman desa, bitta vakuumga yotqizib turib, gaz berib o'ldiryapti. Nimadan bu? Boshqa joydan axtarganligidan. Chunki qalb Allohsiz hech qachon orom topolmaydi. Ustozlarimizdan biri aytganlaridek, xotirjam bo'lishsin, xotirjam bo'lisholmaydi deganlar-ku. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Faqat Allohning zikri bilan, Alloh bilan xotirjam bo'ladi bu qalb. Boshqa narsa bilan xotirjam bo'lmaydi. Boshqa narsalar vaqtinchalik bir tasalli bo'lishi mumkin insonga, lekin borib u ham oxiri undan kattaroq bir falokatga yetaklab ketayotgan bo'ladi. Xuddi nimani og'rig'i deydi, narkozda og'rig'i deydi. Hozir bildirmaydi, lekin ertaga u tarqagandan keyin odamni abgor qiladi. Hamma og'riqlar to'planib birdan kuchga kiradi. Demak, birinchisi qalbni isloh qiladigan narsa bu tamoman Alloh taologa bog'lanish. Alloh taolodan axtarish xotirjamlikda. Keyingisi qalbni nima uchun yaratilgan bo'lsa, shu uchun ishlatishlik. Qalb misol uchun nima uchun yaraldi? Har bitta a'zoni o'zini vazifasi bor. Ko'z ko'rish uchun yaratildi. Quloq eshitish uchun yaratildi. Ana shunday qalbda ham o'zini vazifasi bor. Qalbni Alloh taolo buyuk amallar uchun yaratdi. O'zini ma'rifatini joyladi u joyga Alloh taolo. Ixlos, iymonni eng buyuk amallarni o'rni qilib qo'ydi u qalbni. Demak, qalbni mana shu o'zi nima uchun yaratilgan bo'lsa, shu ishlarga ishlatishlik qalbni nima qiladi? Isloh qiladi. Qalbda ham xohishlari bo'lar ekanda, misol ko'zingiz gohida bir chiroyli manzaralarni ko'rgisi keladi. Ko'rgisi kelib odamlar falon xarajatlar qilib qayerlarga borib kelishyapti, sayohat qilaman deb. To'g'rimi? Nima uchun? Shu ko'zini ehtiyojini, g'arizasini qondiraman deb. Shvetsariyaga boradi, boshqa katta chiroyli mamlakatlarga borib, hozir rivojlanib ketdi-ku, unaqa narsalar kuchayib ketdi. Yoki qulog'i yoqimli biron narsani eshitgisi keladi. Ana shunday qalb ham o'zini ishini qilgisi keladi gohida. Qalb ham nimanidir kushaydi, nimanidir xohlaydi. Qalbga shu kushagan narsasini berishlik kerak bo'ladi. Qalbni eng buyuk amallaridan biri bu tadabbur, tafakkur ekan. Chunki inson faqat bilish uchun yaratilmagan ekanda, buni ishlatish uchun, qalbni ishlatish uchun yaratilgan ekan. Bilish bo'lsa, inson bilgan ba'zi ko'p narsalarni oddiy hayvonlar ham biladi misol uchun. Shuning uchun tepalikni oldiga olib kelsa, sakrab olmaydi u ham. Sakrab olsa halok bo'lishini biladi. Inson bilgan ko'p narsalarni biladi, lekin unda bunaqa tadabbur, tafakkur qiladigan, Allohning bu koinotini kuzatib, undan orom oladigan nima yo'q? Qalb yo'q. Inson shunisi bilan hayvondan nima qiladi? Farqlanadi. Keyingi yana qalbni isloh qiladigan amallardan biri solih amallar, ichki va tashqi solih amallar, vojibotlar, mustahabbotlar, Alloh suygan, Alloh rozi bo'ladigan ibodatlar. Qalbga bu o'zgacha bir orom beradi. Misol oddiy o'ylab bir eslab ko'ring. Ertalab bomdoddan keyin ozgina Qur'on o'qidingiz. Qanday qalb orom oladi? To'g'rimi? His qiladi, har qanday mu'min buni lazzatini his qiladi. Yoki bir namozni jamoat bilan o'qib chiqdingiz. Orom oladi mu'min kishi. Bir toatni qilib, o'sha toat uni qalbiga bir surur, xotirjamlik baxsh etadi. Har bitta mu'min buni qalbidan his qiladi. Shuning uchun Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytganlar, yaxshi amal qalbni isloh qiladi. Qalbga quvvat, yuzga nur, badanga kuch-quvvat beradi va rizqni barakotli qiladi. Va insonlarning qalbiga siz muhabbatingizni kirishiga sabab bo'ladi. Odamlarning muhabbatiga sabab bo'ladi. Ibodat, hasanot. Buni ziddi bo'lsa, aksi gunoh, ma'siyat bo'lsa, yuzga zulmat bo'ladi, qorong'ulik bo'ladi, yuzni qoraytiradi, qalbni, yurakni vayron qiladi va badanni zaiflashtiradi, rizqni bebaraka qiladi va odamlarni adovatiga, yomon ko'rishiga sabab bo'ladi. Chunki odamlarning qalbi Alloh taoloning qo'lida, Alloh taolo xohlagan tomonga burib qo'yadi. Ibodatni, toatni mana shunday foydalari bor deb Ibn Abbos radhiyallohu anhu sanayapti. Qalbni yana isloh qiladigan narsalardan Allohning zikri va Qur'on tilovati.
Endi bu ikkalasi haqida qancha gapirsa kam, uni silsilaviy qancha darslar qilsa bo'ladi. Lekin bu yerda xamir uchidan patir, dengizdan tomchi. Zikr bu qalbni, ruhni ozuqasi. Xuddi badan ozuqa berilmasa halok bo'lganday, qalb ham, ruh ham zikr qilmasa halok bo'ladi. Shuning uchun Rasululloh Robbisini zikr qiladigan, qalb bilan zikr qilmaydigan inson o'lik bilan tirik deydilar. Zikr qiladigani tirik, zikr qilmaydigani o'lik dedilar. Kasal paytida mana qancha ovqat yesa, taom yesa insonga tatimaydi. To'g'rimi? Kasal paytida o'tmaydi. Undan o'sha lazzat ololmaydi, yegan ovqatidan bahra ololmaydi, tatimaydi. Xuddi shunday zikr ham agar qalb dunyo muhabbati bilan to'lib qolgan bo'lsa, zikrdan orom ololmaydi. Har qancha Alloh Alloh demasin, la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh demasin, agar qalbida dunyo muhabbati tursa, bu xuddi kasal jasadga o'xshaydi. Kasal jasadga ovqat berganga o'xshaydi. Undan orom ololmaganda unga balki yuk bo'ladi, og'irlik bo'ladi. Yoki rutin bo'lib qolgan bo'ladi, shu rutin sifatida bajarib yurgan bo'ladi. Ertaga bitta musibat kelganda ko'rinadi uni asl yuzi. Sulaymonul Havvos rahimahulloh aytadi, qalbni davosi 5 ta narsada deydi. Birinchisi Qur'onni tadabbur, tafakkur bilan tilovat qilishda. Keyingisi oshqozonni bo'shligida. Oshqozoni bo'sh bo'lsa, qalbi shu bilan shifo topadi. Uchinchisi tahajjudda, kechalari qiyomda turish. To'rtinchisi saharlari istig'for aytib tavba tazarru qilish. Beshinchisi solihlar bilan birga o'tirishlik. Mana shu 5 tasi qalbni davosi. Keyingi qalbni isloh qiladigan amallardan biri solihlar bilan Allohni tinmay eslab yuradigan va ko'rganingizda sizga ham Allohni eslatadigan solihlar bilan birga bo'lish, ko'p birga bo'lishlik. Shunday bir odamlar bor, ba'zi bir odamlar ko'rganingizdan bir qalbingizga boshqacha xursandchilik kiradi. Gapirmasidan oldin, hali gapirmasdan uni yuzini ko'rish bilan qalbingizdagi hamma tashvishlarni unutasiz, qandaydir xursandchilik olib kiradi siz qalbingizga. Ulamolardan biri aytadi, juda ham qo'rquvga tushib qolgan paytimizda, Alloh haqida har xil gumonlar xayolimizga kelib qolgan, keng dunyo bir tor bo'lib, hech dunyoga ichimizga sig'may qolgan paytlarimizda Shayxul Islomning oldiga borardik deydi. U kishini ko'rishimiz bilan, gapini bir og'iz gapini eshitishimiz bilan hamma tashvishlar esdan chiqib, qalbimiz yorishib, bir yaqin, sukunat, xotirjamlik kirar edi deydi. Chunki solih amallar, Allohning zikri insonga yuziga boshqacha bir nur beradi. Va o'sha tashqaridan ko'rinib turadi. Ko'rishingiz bilan u birdan qalbingizga ta'sir qiladi. Usmon roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Banda har qancha yashirmasin ichiga, nimani bo'lsa ham, yaxshilikni ham, yomonlikni ham qancha yashirmasin, Alloh uni oshkor qilib qo'yadi. Tashqariga chiqarib qo'yadi. Belgi alomatlari bilan, boshqasi bilan. Yana Ibn Mas'uddan ham xuddi shunday kelgan. Ibn Mas'ud aytadilar, asirru ma shi'tum. Xohlagan narsalaringni yashiringlar. Fawallahi ma asarra abdun wa la amatun sariratan illa albasahu Allahu ridaaha. Qaysi bir banda yoki qaysi bir ayol qanaqa narsani yashirmasin, Alloh unga o'sha narsani ridosini ustiga kiydirib qo'yadi. Ya'ni ustida uni zohir qilib qo'yadi, ko'rsatib qo'yadi. Agar yaxshi bo'lsa, yaxshi, yomon bo'lsa, yomon. Hatto agar birontalaring deyapti, 70 ta pardani orqasida turib, 70 ta parda, 70 ta to'siq orqasida turib bir yaxshilik qiladigan bo'lsa, Alloh taolo uni oshkor qilib tashqariga chiqarib qo'yadi. Odamlarning tilidan ko'rasiz uni maqtab yurganligini, o'sha odamni. Ba'zi bir odam agar 70 ta pardani orqasidan turib gunoh qiladigan bo'lsa ham, uni Alloh taolo ko'rsatib qo'yadi va odamlarni uni yomonlab orqasidan gapirib yurganligini ko'rasiz. Alloh taolo mana shunday tashqariga chiqarib qo'yadi. Ko'rishingiz bilan qalbingizga bir boshqacha xursandchilik keladi. Ba'zi bir odamlar bor, uni ko'rib, hali gapirmasdan turib qalbingizga g'am qayg'u kiradi. Uni ko'rish o'zi siz uchun azob. Misol uchun, kundoshlarga kundoshini ko'rishlik azob. Xotiningni urma, so'kma, ustiga uylan yoki kundoshi bilan bitta uyga qamab qo'y. Azobda, chunki dushmaningiz bilan bitta uyda bo'lib qolishligingiz bu katta azob. Bo'lib ham agar kundosh bo'ladigan bo'lsa. Mana Jurayjning qissasida keladi, rohib Jurayjning qissasi Banu Isroilda ma'lumki hammamiz eshitganmiz.
Onasi chaqiradi, onasi namoz o'qiyotgan bo'ladi. Onasiga ijobat qilmasdan. Shunda onasi duoibat qiladi. Qarang, onasi nima deb duoibat qilgan. Allohumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil mumisat. Allohim fohisha ayollarning yuziga ko'zi tushmagunicha jonini olmagin deb duoibat qilyapti-da. Keyin o'sha ma'lum qilsa, Banu Isroil Jurayj haqida qanday fitna qilsak ekan deganda, bir zinokor ayol men fitnalab beraman sizlarga deb borib, keyin o'zini nima qilganda Jurayj qaramaydi ham, ibodati bilan mashg'ul bo'lib, e'tibor ham bermaydi. Keyin borib shu Jurayjning ibodatxonasiga qatnaydigan bir cho'pon bilan zino qilib, undan bola tug'ib, keyin uni Jurayjga nima qiladi? Tuhmat qiladi. Keyin Banu Isroil kelib uni ibodat qilib turgan joyida tepadan shu pastga olib tushib, sudrab ibodatxonasini buzib tashlaydi. Keyin Allohning mo'jizasi o'sha tug'ilgan bolacha gapirib, Jurayjni oqlab beradi-ku. O'sha qissa bu yerda mahalliy shohid onasini qilgan duoibatida. Shu buzuqlarga bular bilan balolanish ham katta baloda, qalbga ta'sir qiladi inson. Endi o'ylang, bitta mana shu fohishaga ko'z tushishi qanchalik bir azob qalbga ta'sir qiladi. Endi erta-yu kech uyida televizor, qo'lida telefon, smartfon yoki boshqa jihoz, tinimsiz har kuni, har soatda u fohishalarni ko'rib, tomosha qilib o'tirishligi qanchalik qalbiga ta'sir qilishi mumkin insonda. Inson o'zini o'zi vayron qiladi, o'zini o'zi qalbini buzar ekanda. Birov unga kelib turib qalbini buzmaydi, balki o'zini o'zi vayron qiladi. Keyingi yana qalbni isloh qiladigan narsalardan o'lim to'shagida yotganlarni ko'rish, o'layotgan vaqtini, qabrlarni ziyorat qilish va o'limni eslashlik. Chunki bu lahza hammamizga ma'lum, odamni dunyodan ajralib oxiratga ketish vaqtida, lazzatlaridan ajralish vaqti, oila bola chaqasini tashlab ketyapti. Bu o'lim to'shagida yotganda har qanday haligi jabbor, zolim, qahri qattiq odam ham yumshab qolar ekanda. Shuning uchun qo'ldagi hamma mol-mulklarini ehson qilib yuboradi birovlarga, vasiyat qilib yuboradi o'sha o'lim to'shagida yotganda. Avval yashirib yurgan sirlarini oshkor qilishni boshlaydi. Shuning uchun bu o'limni eslashlik qalbni yumshatadigan, Rasululloh o'zi lazzatlarni kesuvchi o'limni ko'p eslanglar, qabrlarni ziyorat qilishga buyurdi, qabrlarni ziyorat qilinglar, oxiratni eslatadi dedi. Said ibn Jubayr rahimahulloh shuning uchun agar qalbimdan o'limni zikri chiqib ketib qoladigan bo'lsa, qalbim vayron bo'lishidan qo'rqaman der ekan. Doim demak o'limni eslab yurganda u kishi. Said ibn Jubayr o'zi hayoti davomida mana ilm olgan Ibn Abbosdan va undan keyin nimadan qochib yurgan? Hajjojdan qochib yurgan. 10 yillarcha Hajjojdan qochib Makkada yashirinib yurgan. Hajjojga qarshi bir jangda ishtirok etgan bo'ladi. O'shandan qaslanib qoladi. Oxiri Hajjojning qo'liga tushadi, Hajjoj uni qatl qiladi. Ya'ni o'lim doim uni nimasida, ensasida. Va al-muhim oxirgi qalbni isloh qiladigan narsa inson nafsiga qarshi kurashishligi. Chunki mana avvalgi darsda aytdik, bu hayot kurashdan, imtihonlardan iborat. Kurashmasdan iloji bo'lmaydi. Insonda nafs bor, shayton bor, shaytoniga qarshi kurashadi, nafsiga qarshi kurashadi. Shu qalbni isloh qiladigan amallarni qilish va qalbni buzadigan narsalardan imkon qadar iloji boricha chetlanish, shunga harakat qilsin. Yuqorida o'sha sanalgan qalbni isloh qiladigan narsalarga rioya qilsin. Muhammad ibn Munkadir aytadi, nafsimga qarshi 40 yil kurashdim. 40 yilda u o'nglandi degan ekan. 40 yilda. Va aytar edi, tunda namozga kirsam, qanday tong otganini bilmay qolaman dedi. Shu darajada berilib ketganidan qalbi musaffolashib, tozalanib, ibodatga to'ymay undan lazzat oladigan darajaga yetgan. Inson yetadi ana shunday. Hatto Rasululloh aytardi-ku, "Ju'ilat qurratu ayni fis-solah." Ko'z quvonchim namozda qilindi. Hatto tahajjudda o'qiganda Rasulullohning oyoqlari shishib ketar edi. Nimadan bu? Muhabbat borligidan-da, shu to'ymaganligidan, shundan bir orom olganligidan, lazzat olganligidan. Bizning holatimiz hozir qanday bo'lib qoldi? Ozgina imom sal cho'zib yorsa, orqadan tomoq qirishni boshlaymiz. Qo'llarimiz qirsillatamiz, harakatlar qilamiz, tezroq tugat, tezroq bitir degandek go'yoki. Keyin namozdan chiqqandan keyin ham uni so'kib qo'yamiz. Namozni xuddi qafasdagi qushga o'xshab o'qiymiz. Tezroq tugasa, tezroq qutulsak, tezroq o'sha boradigan joyimizga borsak, qiladigan ishimizni qilsak. Agar qalblarimiz vallohi musaffo bo'lganida, qalblarimiz toza bo'lganda, bu namozga to'ymagan bo'lardik. Robbimizni zikriga to'ymagan bo'lardik. Demak, mana shu ma'nolarni bugun bir-birimizga eslatishimiz kerak, ko'p-ko'p.
qalbimiz haqida. Chunki bu qalbni vayron qiladigan, buzadigan narsalar to'lib toshib yotibdi-da hozir. Hamma tomondan inson musibat ichida, fitna ichida. Qarasangiz, ko'chaga chiqdingiz, uyda ko'chaga chiqish ham shart bo'lmay qoldi hozir. Uyda o'tirib ham odam fitnaga tushib o'tiribdi. Mana bunday bir balchiqni ichida atirgul axtarayotgandek. Shunday ekan, birodarlar bir-biriga ko'p-ko'p bu ma'nolarni eslatishligi, Alloh uchun yordamlashishligi, ta'avanu alal birri va taqvo. Yaxshilik va taqvo ustida bir-biriga ko'maklashishligi. Chaqirib bir-birini da'vat qilib. Mana yaqin tarixda o'tgan voqealardan aytishadi-ku. Misrda shayxlar birodarlarning uyiga birma-bir borib, kerak bo'lsa bir necha kun qolib u yerda to o'sha tahajjudga o'rganmaguncha ketishmas ekan, uyda yotishar ekan. Tahajjudga o'rgatib keyin ketishar ekan. Vallohu a'lam. Subhanakallohumma va bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka va natubu ilayk.